Assalomu alaykum hammaga. Yana sizlar bilan Dilisi Bozor. Bugungi videoda biz sizlar bilan Dream Star'larning 2-sezoni tugagan munosabati bilan biz sezonning sovg'alarini olamiz va 3 ta Dream Agent va bitta Classic Player olamiz. Unday bo'lsa biz boshladik. Kerak emas. Okofur qimirlayotibdi. Mana sezon tugagan. Klanim 13 million yoqqan do'stlar. Bu mening klanim emas, u men qo'shilgan klanim. Unga ko'ra 175 ta olmos, legendary Bost, legendary Scout 500 ta tanga va rare Spikal kovoshlar bergan. Birinchi bo'lib Scoutlarni ochib olamiz. Ryan Sherki tushyapti. Sherkini murabbiylikka murabbiy olish olmaydi. Murabbiylikka يستطيع هذا النادي يا لها من صفقة إنه ريان شرقي Sherkini fitnessga sezon sovg'alarini olay. To'g'ri tushunasizlar do'stlar. Endi videomizning asosiy mavzusi bo'lmish legendary Dream Stars'lardan 3 ta olamiz va bitta Classic Player olamiz. Fitness ishlatib olay. Haaland va Rodrigo. Haaland 92 ligacha qoldi. Rodrigo 88 bo'lyapti, yaxshi. Birinchi bo'lib Dream Agent ochib olay 3 ta. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchisi Yildiz Tisaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu Berk bo'lsa kerak. Shadishimsin. Paslar yaxshi. Borussia Dortmundning Bodo Glimtning Berk. Mayli, ikkinchisini ochib ko'ramiz. Kolumbiyalik ikkinchi raqam esa Yıldız tushmayapti. 92 zarbalar. Speed 88. O'zbekiston terma jamoasi chempionatida bu futbolchi so'nggisi balki endi Yıldız tushar. Ama agentimiz 83 olmuştu. Yani imkoniyatlar bo'ladi. Yildizni olishga bol kontrollasi tez bo'lgan. Tezoliz. Mana bo'ldi. Shuni birinchi taslim bo'ldi. Joylashtirib olamiz. Har xil kartlardan bo'ladi.
to'rtta olim hozircha. Isvilar, Berg, Tzoli, Suarez. Mayli, xafa bo'lmaymiz. Endi klassik playerni olamiz. Xo'sh, bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Trezeguet tushgani yaxshiroq. Boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ochamiz. Argentinalik. Anjelikan. Bakın qandaydir omadim kelmayapti do'stlar. Argentinalik deganda Batistuta da o'ylabman. Afsuski bu Crespo ekan. Crespo. Men nima xafa bo'lmaymiz Crespo tushganiga. Crespo ham yaxshi futbolchi, lekin Batistuta yoki Trezeguetni xohlovdim. Mayli, bu omadsiz kelmadi. 84 bironta ham tushgan, 83, 85 ham klassiklardan tushgan. Spikerdan ishlatamiz. To'lib ketdi bag'am. Malderamagamiz. Suarezga ishlasammikan? O'ylayapman. Crespo ishlatyapmiz. Aggression. Strange. Stamina. Ketdik. 84 chiqadi. Yana bitta beramiz. Control. Speed. Strange. 85 bo'ldi. Crespo yaxshi. Mayli do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Hammaga xayr, sog' bo'ling.